Mo'tabar mo'mina ayollar kitobidan. Ummu Habiba radhiyallohu anhu, mo'minlar onasi. Asl ismi Ramla bo'lgan. Ummu Habiba hijratdan 25 yil avval, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga risolat kelishidan 13 yil oldin Abu Sufyon oilasida dunyoga keldi. U nasl nasabi yuksak, boy oilaning go'zal qizi edi. Hammaning ko'zi unda. Makkalik yigitlar unga uylanish uchun bir-birlari bilan raqobatlashardi. Uning husni jamoli otasining Qurayshlilar orasidagi mavqeini yanada yuksaltirgan edi. Ramlaga uylanish istagida bo'lganlardan biri Ubaydulloh ibn Jahsh sharafli qavmga mansub, yuksak mavqe sohibi va juda yoqimtoy yigit edi. Bundan tashqari diniy ilmlarga rag'bati bor edi. Nasroniy Varaqa ibn Naffaldan ayrilmasdi. Varaqa johiliyat davridayoq but sanamlardan nafratlanib, ulardan yuz o'girgan edi. Abu Sufyon barcha so'raganlar orasidan Ubaydullohni tanladi va qizini unga berdi. Ramla porloq fikr va aql sohibasi, bilimdon va madaniyatli xotin edi. Eri Ubaydulloh hamma masalada unga murojaat qilar. Uning fikri bilan qiziqar edi. Kunlar shunday o'tardi. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik tushganida Ubaydulloh ustozi Varaqa ibn Naffaldan eshitgan hikmatli so'zlar ta'sirida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nubuvatlariga iymon keltirdi. Ammo bu iymon yuzaki edi. Habashistonga hijrat. Ubaydulloh bilan zavjasi Ramla ham Habashistonga hijrat qilishdi. Najoshiy vataniga oyoq bosar bosmas Ubaydulloh yana nasroniylikka qaytdi. Bir kuni Ramla qo'rqinchli tush ko'rdi. Cho'chib uyg'onib ketdi. Tushida erini g'alati bir qiyofada, oydin yuzli bo'lganidan so'ng qop-qora, go'zal bo'lganidan so'ng chirkin qiyofada ko'rdi. Bunday tushning yomonligidan Alloh taologa iltijo qildi. Ramla o'z ishlari bilan kuymalanib yurganida eri Ubaydulloh Nasro bo'lganini bildirdi va uni ham nasroniylikka da'vat etdi. Ramla bu taklifni qat'iyan rad qildi. Kechqurun ko'rgan tushining ma'nosini chaqdi. Tushini eriga aytib, iymon va islomda qolishga chaqirdi. Ubaydulloh esa uni qabul qilmadi. Hatto musulmonlarning oldiga borib, ularga biz haqiqatni topdik. Siz endi ko'rishga harakat qilyapsiz. Bundan so'ng ko'rolmaysiz, dedi. Ubaydulloh murtad bo'lgach, ichkilikka ruju qo'ydi. Oxir oqibat shu holda o'lib ketdi. Tul muhojir. Ramla hijrat yurtida ikki qayg'uni boshdan kechirdi. Biri vatanidan judolik bo'lsa, ikkinchisi beva qolishi edi. Ammo u mustahkam iymoni tufayli bu musibatlarga chiday oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat etganlaridan so'ng qo'shni davlatlarning hukmdorlariga maktub jo'natib, ularni islomga da'vat qildilar. Bunday maktubni Najoshiyga Amr ibn Umayya Damri olib bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maktubda Najoshiyni islomga kirishga chaqirib, so'ng Ramla binti Abu Sufyonni o'zlariga so'ratgan edilar. Najoshiy har ikkala taklifni ham qabul etdi va Abraha ismli bir joriyani bu xushxabar bilan Ramlaning oldiga jo'natdi. Abrahaning gaplarini eshitgan Ramla sevinchini yashirib o'tirmadi. Alloh sening xayringni bersin, dedi. G'urbatda tul qolgan bir ayolga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga so'ratishlaridan ham xayrliroq nima bo'lishi mumkin? Ramla to'y masalalarini aniqlashtirish uchun Xolid ibn Said ibn Osga vakolat berdi. O'sha oqshom Najoshiy musulmonlarni saroyga chaqirib shunday dedi: Muhammad sallallohu alayhi vasallam menga bir maktub yuborib, Ramla binti Abu Sufyonni o'ziga nikohlashimni xohlabdi.
men uning xohishini bajo keltirdim va Ramlaga 400 dirham mahr berdim. So'ngra dinorlarni yig'ilganlarning oldiga to'kdi. Shu payt Ramlaning vakili Xolid ibn Said o'rnidan turib dedi: Allohga hamd bo'lsin. Undan boshqa iloh yo'qligiga shahodat keltiraman. Muhammad uning to'g'ri yo'lga boshlovchi qilib, butun dinlar ustiga haq din bilan yuborgan quli va rasulidir. Men ham Rasulullohning istagini qabul etdim va Ramlani unga berdim. Alloh taolo rasuli uchun muborak qilsin. Dinorlar Xolidga berildi. Xaloyiq tarqalmoqchi bo'lganida Najoshiy: o'tiringlar. Uylanayotgan paytda kelganlarga taom berish payg'ambarlarning sunnatidir dedi. Taomlar keltirildi. Mehmondorchilik tugagach, duodan so'ng hamma tarqaldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Ramlani so'rashlarida buyuk hikmat va yuksak maqsad bor edi. Birinchisi, g'urbatda beva qolgan Ramlaga yordam berish bo'lsa, ikkinchisi o'zlari va dinning katta dushmani Abu Sufyon ibn Harb ibn Umayya ustidan g'alaba qozonish edi. Abu Sufyonning bu nikoh xabarini eshitgach payti bu odamning burni yerga tegmaydi degan rivoyat qilinadi. Mo'minlar onasi. Muhojirlar uzoq ayriliqdan so'ng Habashistondan qaytib kelishdi. Bu voqea Haybar fath etilgan kunga to'g'ri kelgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deb shukronalarini bildirdilar: qaysi biridan quvonay? Haybarning fathidanmi yoki Naffalning kelishidanmi? Habashistondan qaytib kelganlar orasida Ramla ham bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u bilan go'shangaga kirdilar. Unga shafqat va marhamat ko'rsatdilar. Ummu Habibaning vafodor, iymonida sobit ekanini va dinga sadoqatini ko'rsatuvchi bir voqea sodir bo'ldi. U bir iymonli ayol. Buning ustida Rasulullohning zavjasi. Ikkinchi tomondan otasi haybat va hurmat e'tibor sohibi, Qurayshning ulug'laridan, ammo kofir va mushrik. Taqdirida otasi Abu Sufyon bilan yuzma-yuz kelish ham bor ekan. Hudaybiya sulhi imzolangandan so'ng Qurayshning ittifoqchilaridan Bani Bakr bu sulhni buzdi. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ittifoqchi bo'lgan Xuzoa o'g'illaridan biri kishi u zotdan yordam so'rab keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga yordam berishga va'da qilib, ishonch bildirdilar. Qurayshning raisi Abu Sufyon bu ish nima bilan tugashini tushunib yetdi. Darhol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan sulhni sobit tutish maqsadida Madinaga qarab yo'lga tushdi. Madinaga kelgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtalarida vositachilik qilishini so'rab, qizi Ummu Habiba radhiyallohu anhuning oldiga kirdi. Endi o'tirmoqchi bo'lganida qizi to'shakni taxlab olib qo'ydi. Abu Sufyon so'radi: "Ey qizim, meni bu ko'rpachaga loyiq ko'rmayapsanmi yoki uni menga loyiq ko'rmayapsanmi?" "Sizni ko'rpachaga loyiq ko'rmayapman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning to'shaklarida mushrik odam o'tirishini xohlamadim. Vallohi, senga bir yomonlik yetgan ko'rinadi qizim." "Yo'q, aksincha. Alloh taolo meni hidoyatga boshladi. Ey ota, siz Qurayshning sayyidi va buyugisiz. Qanday qilib ko'rmaydigan va eshitmaydigan butlarga ibodat qilasiz? Nima uchun islomni qabul etmaysiz?" Ummu Habiba faqat Alloh va rasulini yaxshi ko'rishni, ulardan boshqasini yaxshi ko'rmasligini, otasining saltanat va azamatidan qo'rqmay aytish bilan uning iymon va kufr orasidagi o'rnini buyuk bir jasorat bilan tanitgan edi. Abu Sufyon bu so'zlarni eshitib g'azabidan tutaqib ketdi. Jahl bilan ko'chaga chiqdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi. Hazrati payg'ambar uni rad etdilar va tarafkashligini qabul
qilmadilar. Oxir oqibat Abu Sufyon hech qanday natijaga erisha olmay Makkaga qaytdi. Xotini Hind binti Utba uni ayblab, qavming elchiligini yaxshi bajarolmading, xayrli xabar keltirmading, dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ummu Habiba bilan otasi o'rtasidagi suhbat haqida eshitgach, unga hurmatlari yanada ziyoda bo'ldi. Dinga va payg'ambar ahliga hurmat va e'zoz ko'rsatganining mukofoti o'laroq uni yanada ko'proq ikrom qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan so'ng Ummu Habiba onamiz xonai saodatda qoldi. Butun musulmonlar uni e'zozlar edi. Bu hurmatning sababi payg'ambarimizga bo'lgan ulug' sadoqatdan edi. Xalifalar uni ziyorat qilgani kelishar, ro'zg'origa qarashar, kerakli yordamni ayashmas edi. Qanchalik fitnalar ko'paysa ham Ummu Habiba na so'z, na fe'l bilan hech biriga qo'shilmadi. Aksincha, musulmonlarni bir safda va yagona din yo'lida birlashishiga, Alloh taologa bog'lanib, uning mustahkam arqonidan qattiq ushlashga da'vat etdi. Ummu Habiba dono, vazmin va jiddiy ayol edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan ko'plab hadislarni rivoyat qilib, islomiy ilmning yuksalishiga o'z hissasini qo'shdi. Vafoti. Ummu Habiba radhiyallohu anhu faqat namoz uchun uydan chiqardi. Madinani faqat haj maqsadida tark etgan. Hijratning 44-yili og'ir kasal bo'lib qoldi. Oradan ko'p vaqt o'tmay 70 yoshda vafot etdi. Baqiy qabristoniga dafn etildi. Alloh taolo undan rozi bo'lsin. Uni muborak va mavqeini ulug' qilsin. Amin.